Huquqni muhofaza qilish akademiyasida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, bakalavriat talabalari, magistratura tinglovchilari va doktorantlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Unda inson huquqlari sohasidagi zamonaviy tendensiyalar muhokama qilindi. Mazkur tadbir inson huquqlari sohasida olib borilayotgan islohotlarni yoritish, yoshlarning bu boradagi o'rnini va imkoniyatlarini muhokama qilishga qaratilgan. Bundan tashqari ishtirokchilar ta'limning ahamiyati va demokratiyaning mamlakat taraqqiyotidagi o'rni haqida fikr almashdilar. Uchrashuv davomida keyingi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, ya'ni inson huquqlari sohasida va demokratik islohotlar, ya'ni demokratiyani rivojlantirish, yoshlarning faolligini oshirishga qaratilgan va yoshlarni faolligi natijasi rag'batlantirishga qaratilgan islohotlar bo'yicha bizga ma'lumotlar berib o'tildi. Suhbatda men o'zimga olgan katta ma'lumotlardan biri qiynoqlarni oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar bugungi kunda juda foydali va inson huquqlarini ta'minlashda juda yuqori ahamiyat kasb etayotganligini biz tushunib oldik va ombudsmanning boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan faoliyati bunda faoliyatni